Bismillahirrahmanirrahim. Orzuga ayb yo'q. Amudaryoga yaqin qishloqda yashaydigan Qurbonboy 15 yosh paytida qo'shnisi Doniyor akaning Amudaryodan odamlarning aytishicha og'irligi 80 kiloga yaqin laqqa baliq tutib eshak arabada uyga olib kelganini ko'rib, baliq ham shuncha katta bo'lar ekan-a deb hayronligi oshgandi, ta'sirlangandi. O'shanda u bundan ham kattaroq baliq tutishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygandi. Shundan buyon oradan ko'p yillar o'tib ketdi. O'g'illari, qizlari daryoga bormang, baliq tutishning keragi yo'q, hech narsadan tariqmayapmiz-ku desalar ham bilganidan qolmadi. Ayniqsa daryodagi suvning sathi pasayib sekinlashgan kunlari qayiqni eshak aravaga yuklab daryoga borib baliqchilik qilishni kanda qilmadi. Yildan yilga tajribasi ilmi oshib, katta baliqlarning suv tagida qayerlarda ko'proq yurishini sezadigan darajaga yetdi. Bugun orzusi amalga oshishini bilmagandi, lekin shunday bo'ldi. Zarb bilan urgan sanchqisi baliq tanasiga g'irt etib kirganini sezdi. Uzunligi 70 metrga yaqin ipning bir uchini sanchqiga, bir uchini qayiqqa mahkam qilib bog'lab qo'ygandi. Qayiqni tayov 3 metrga yaqin xoda bilan qirg'oq tomonga tez-tez hayday boshladi. Baliq 2-3 marta qayiqni daryoning o'rtasiga tortish uchun harakat qilib ko'rdi. Qurbon aka ham bo'sh kelmadi. Chaqqonlik bilan qayiqqa bog'langan ipni yechib olib, qirg'oqdagi to'rang'il daraxtga bog'ladi. 1 soatlardan keyin holdan toygan baliqning tanasi suv yuzasiga qalqdi. Qayiqni haydab baliqni yoniga bordi-da, qo'lidagi tayoq bilan kallasiga 2-3 marta urdi. Keyin daryo qirg'og'ida mol boqib yurishgan 4-5 nafar bolalar bilan baliqni suvdan chiqarib eshak arabaga ortishdi. Bu laqqa baliq butun mahallamizni to'ydiradi. 100 kilo chiqsa kerak, dedi bolalarning kattarog'i. Bu gapdan Qurbonboy akaning chehrasi yorishdi. Onadan qayta tug'ilgandek bo'ldi go'yo. Alal oqibat u maqsadiga erishdi. Inson qanaqa kasbda ishlashidan qat'iy nazar o'z oldiga qo'ygan maqsadiga erishish uchun astoydil harakat qilsa, 10 yildami, 40 yildami albatta erishadi. Bunga hech qanday shak shubha yo'q. E'tiborlaringiz uchun rahmat.